شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kardeşler, bizning bugungi dersimiz Sura Baqaraning 244 oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda biz taloq haqida, shunga munosabatlik oila, nikoh, iddat masala haqida so'zlab ketib o'tib, oldingi darsimizda o'lim masalasi haqida to'xtalib, o'limninki Allah'ның təqdiri bilan bo'lganligi, bundan qechib qutula olmaydiganligi, yoki mardonlarcha, botirlarcha qo'rqmasdan yuzlangan odamningmi taqdir qilinmagan ahvol ostida o'lib ketmaydiganligi, o'limning xolis Allohning ilkidagi, hayotlikni berguvchi zotning ilkidagi ishi ekanligi, buning uchun meselelerden, yüz bergen işlerden, musibetlerden kaçıp arkasını kılıştan ki kurtuluşun yolu emaskenligi hakkında to'xtalib o'tgan. Yani haqiqiy bir mu'min shaxs noqsini aytgan vaqtda yoki bir mu'min jamiyat masalalarga aktiv yuzlanmagan vaqtda botirlarcha, qahramonlarcha, yurakliklarcha Allohga bo'lgan iymoni bilan yuzlanmagan vaqtida iymoni butunlanmaydiganligi ve güzel neticelerge erişemediğanlık hakkında to'xtalgan. Şunun neticesi de, yani biz hem de ölüm meselesini, sebep noktasını ayırıp qaradık. Bir adamın cengi kirişi, canından kaçışı, düşmenge bağduranı kokmay yüzlenişi, yoki düşmenge özünün vatanini qo'yib qo'yib cihatdan kaçışının ölümge hiç bir ahmiyeti, faydası bo'lmaydiganligini biz aldığımız dersimizde ötkendiğin keyin bugünkü dersimizde Allah subhanahu wa ta'ala bizge can hakkında, cihat hakkında qanaqavatida xitob qilib va qatilu fi sabilillahi wa alamu annallaha sami'un alim. Naiti iniq ro'shan bir buyruq. Allah yolunda cihat qilinglar, bilinglar ki Allah hammani anglab to'g'chi, bilib to'g'chi. Yani demakki o'limdan qo'rqmanglar deyapti. Chunki o'lim bizga hayotlikni bergan zot, bütün işlerin hemmini, yani bizden hayatlıkını bergen zat ve bizden ecelimizni yazgan zat, hemme işlerini anlap durguçu, bölüp durguçu, uruş kılgan, kılıvatkan, yoki urushdan qochganlarninki harakatini anlap durguçu ve niyet iş dünyasını qanaq durguçu, bilib durguçu. Hamda burunqi zamonlarda haqiqatan jihad mujohidga ig'ir yukdi. Çünkü mücahit özünü təqdim qılğandan başqa özünün bütün əslihələrini özü hazırlaydı. Minadigan eti, işletidigan qural, yaraq, dubulğu, savut, həmmə nəslərini özü hazırlaydı. Təbii ki, özünü pida qılğan adamga nisbətən başqa nəsini pida qılmaq təbii qolay. Yəni candan əziz nəs yox ki. Şoňaşqa cihadninki can ölen buluşu ve mallan buluşu zörür bir işi. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala Allah yolunda cihat kılınlar. Cihat kılış diye okunma aldın hazır okugan ayette. Yani uruş kılınlar degen babda bizning cennet pida kılış diyenler bildiğinde. Yani ölümden korkmayın. Mening ölümüm, hayatlıkım yaratkan zatının ilkide. Qalsam mı takdirlen kalime, ölsem mi şehit takdirlen ölüme,
deb o'zining jinini pido qilish ruhiga ega bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo jihadninki muhim bo'lgan yana bir tarafini bizga qana qilib tunishib davotida keyingi oyatda man zallazi yuqridulloha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira vallohu yaqbidu va yabsutu va ilayhi turja'un. Allohga go'zal qarzni beradigan, ya'ni Alloh yo'lida go'zal chiqimlarni, pullarni xarajlaydigan kim bor? Agar kim mashna qila olsa, Alloh uningga haslab ko'paytib beradi. Alloh taraytadiganimi, tutadiganimi Alloh, kengir qo'yadiganimi Alloh, hamma bütün oqibatda Alloh tarafiga qaytsizlar degan shaklda xitob qilyapti. Endi oyatning oldidagi 5-dagi man zallazi yuqridulloha qardan degandagi yuqrid degan so'zga kelsak, Allohga qarz berish degan ma'noda buni tarjima qilgan vaqtimizda bor. Amaliyotda jihad qilib pul xarjlagan vaqtida bu pulni o'zimizga xarjlaymiz yana amaliyotda. Biz birovlarga bermaymiz pulni, chunki o'zimiz jihad qilamiz. Jihad qilish yo'lida, Alloh yo'lida biz iqtisod sarf qilamiz. Bu iqtisodning amaliyotda foydalanadigan, ya'ni sarf qiladigan nuqta o'zimiz. Ammo o'zimizga qaysi yo'lda xarjlaymiz? Umumiy din masalasi bu turib xarjlaymiz. Bu menayotgan yo'l din yo'li, qilayotgan ish jihad, biz pulni mush yo'lda turib sarf qilgan bo'lg'achqa, ya'ni masala kim ko'rib to'xtaydi? Alloh ko'rib to'xtaydi-ki, xuddi sen jihad yo'lida o'zingga pul xarjlagan. O'zingni jihad yo'lida hozirligini, bu ishlarning hammani Allohga bergandek, Alloh bilan muomala qilayotgandek bir xil holat bo'lgan bo'lg'achqa, shu oyatda bu xil iqtisod sarf qilish, pul xarjlashni Allohga qarz berish degan ifoda bilan qanday bo'ladi ifodaladi. Endi qarz masalasi inson ruhiga, ya'ni insonga nisbatan bir qulay ish emas. İnsanның ruhi, insanның mijazi o'zining qo'lidan bir narsa chiqib ketishni yaxshi ko'rmaydi. Yaratılışda o'zi bir narsa elishni, bir narsaga erishishni yaxshi ko'radi. Qarz asli so'zning lug'at ma'nosini surishtirgan vaqtda bir narsani magan eg'iztish bilan, eziqtish bilan qana qilish, izish degan ma'noda. Yani bu söz şu qarzga ishlatilgan, ya'ni bu qolay masala emas, qiyin masala. Qiyinligini bildirish uchun yuqridulloh deb Alloh o'ziga bog'lab turib, Allohga birsa bu qarzni, sen egri kelgan shu qarzni, egri kelgan shu chiqimni Allohga birsa deb ma ifodadan qarzningki pul xarjlashning egrichiligini bizga qanaq qiladi, yengillatadi. Oyatda Allohga go'zal qarz beradigan deb, go'zal qarz deb bir ifoda qo'llandi. Ya'ni bu qanday ifoda desa, masalan biz jihad doirasidan kengroq eshib turib so'zlaydi. Masalan, birov muhtoj bo'lib qoldi bir iqtisodga. Bizda Allohning bergani bor. Alloh bizga ma'lum darajada iqtisod berganlik. Biz shu iqtisoddan Allohning muhtoj bandalaridan bir bandaga bergan vaqtimizda Allohga qarz bergan bo'lamiz. Nima ishqa? Chunki Alloh dunyoga boyni akelganimi Alloh. Kambag'alni akelganimi Alloh. Amatni boy qilib hech kimga muhtoj qilmaganimi Alloh. Samatni muhtoj qilganimi Alloh. Allah rizqiga ega bo'lgan, kepil bo'lgan bir muhtoj bandininki qiyinchiligini bizning hal qilganimizning o'zi. Qiyin vaqtga tushib qolgan vaqtda shuning qiyinchilikdan qutulishga yordam berganimizning o'zi Allah ega bo'lgan bir bandiga yordam qilganligimiz uchun bu Alloh qo'ygan go'zallik bo'ladi. Yordam. To'g'ri, jihad babiga kelgan vaqtimizda biz birov insonga pul bermaymiz. Jihad haqida chiqim qilgan pul o'zimizga chiqib, chunki o'zimiz qatnashimiz jihodga janimiz bilan va o'zimiz qatnashish jarayonida lozimlik kerakli chiqimlarni o'zimizning qishimizdan qilamiz. Mana buning o'zimi hamdan bo'ladi. Allohga bergan bir qarz, go'zal qarz bo'ladi. Yani chunki deganimizdek boshqalarga bergan qarzimizmi Allohga bergan qarz? Chunki shu boshqalarning qarzga muhtoj qilishi
qilishi, Allah uni mush şekilde dunyoga keldi. Ma Allah'ның yolida o'zimiz mang'atqa vaqtda o'zimizga sarf qilganimizmi ham Allah qarz bergan bo'lib, çünkü bayatni tushundiganimizdek, chunki bu yo'l Allah bizdan talab qilgan yo'l, Allah'ның kelimasini ustun qiladigan yo'l, buning hammasi go'zal qarz hisoblanadi. Endi oyatda kim Allohga go'zal qarz urdi deb bu yo'lda hajlanadigan pullarni qarz ifodasi bilan qo'llandi. Chunki bizning tushunchimizda qarz degan nima desa, boshqalarga berib qaytirib elish umidi bo'ladigan ish qarz bo'ladi. Endi birovga butunlay berayotganda berayotgan bo'ladi. Ammo qarz hukumiy kallamga kirgan vaqtida men boshqalarga berma, mendan qarz olgan shaxs buni pop arada qanday qiladi, qaytirib beradi deydigan bir hukum bo'ladi. Mushu hukumni bizga bildirishni Alloh subhanahu va taolo bu yo'lda xaylaydigan pullarga qarz ifodasi ishlatdi. Qarz degandan bo'ladi, birimiz qaytadi. Endi mayada o'xshaydigan bir tarafi normal qarzlarda biz bir dunyoviy ishlarda birisiga qarz bersak, 10 so'm qarz bersak, 10 so'm peta qaytadi. Ammo mayada asli saqlangandan boshqa hassilab qaytadiganligini Allah bizga bildirdi. Nimda aytadi? Fayudha'ifu lahu ad'afan kathira. Ana hassilab. Esonga bo'lsin. Bu yerdagi hassilab inson o'lchimidagi hassas emas. Allah ölçmedeki hassasiyse muşnun o'zi yeterlik, bunun son chekining oxirisi yo'q. Endi oyatdagi yana bizning yana bir oyatdan oladigan yana bir ifodamiz güzel qarz deb bir ifoda bor u yerda. Güzel qarz degan nima desa, ya'ni sen bu yo'lda sarf qilmoqchi bo'lgan mal harom mal bo'lsin, nachar mal bo'lsin, halol, güzel mal bo'lsin. Şomada bir gap bor, zina qilib mal to'plab sadaqat qilgan ayollar qarta, kashka zina qilmagan bo'lsa, sadaqat qilmagan bo'lsa degandek bir gaplar bor. Mushu ya'ni sen qilmoqchi bo'lgan bu sadaqat, ya'ni bu yo'lda hajmoqchi bo'lgan puling cho'qim halol yo'lda bo'lgan go'zal pul bo'lishi kerak demakchi. Ya'ni manda bir gaplarni qistirib o'tib qo'yishga bo'ladi. Normal biz ma'nodan chiqib qarz bobiga azroq qadam olsak, insonlar o'tirisida ba'zida qarz bo'ladi ya. Ba'zi kishilarning qarashida boshqalarga qarz berganning ajri boshqalarga butunlay qarz emas, berib o'tganning ajridan yaxshi deydi. Shunday ko'z qarashlarda anglab bitib qolaydi. Chunki sadaqatda boshqalarga butunlay berib o'tgan malda malning egasining saxiyligi sabablik shuna birdi ko'ngildan chiqarib o'tadi, ikkinchi qatim esiga kelmaydi. Buningda bir nima yo'q hamda insonning vujudini qisaydigan bir ish bo'lmaydi. Ammo qarzni-chi qarzni bergan vaqtdan tortib sening kallangda shu qarzning qaytariladigan vaqti miqdori haqida o'ylanishadi, bir oz sendan sabr talab qiladigan ish deydi bu bir. İkincisi sadaqat deganni boshqalarga ihson qilish degan muhtojga bo'ladi va muhtoj emas odamga ihson qilsa bo'ladi. Hammasi muhtojga bo'lishga kerak emas. Ammo qarz cho'qim muhtoj odam oladi qarzni. Muhtoj bo'lib qolmagan odam qarz olmaydi. Bu nuqtadan ba'zi o'limalar, ba'zi kishilar sadaqatdan qarzning savobi ko'p deydi. Bu qarzga munosabatlik mazmun bo'lgancha biz qana qilib ketsak bo'ladi, o'tib ketsak bo'ladi. Endi insonning kallasida qarz hukmi, pul xarjlash hukmi kelgandan keyin o'zining qo'l elikidagi mol-mulk ozlab ketadi deydigan bir xil tushuncha bo'ladi. Ya'ni qarz bersam oz qoladi-da pulim. O ya qaytirdi ya qaytira olmaydi. Ya vaqtida qaytarmaydi. Ma'lum bir yo'lda xarjlasam pulni oz qoladi pulim. Alloh subhanahu va taolo bu nuqtalarni bizning ma'naviyatimizni ko'tarib to'liqlash uchun qarzning bizga qaytadigan tarafi ad'af, mudaafa,
Həssilab deb bo'lgandan keyin məsələnin insonning qo'lida emas ekanligi, Allohning qo'lida ekanligi, xalqonga birib, xalqonga demaydiganligini ifodalab, nima deydi oyatning oxirisida? Vallahu yaqbidu va yabsut. Allah tarqıladig'ini Allah, tutib oladig'ini Allah, qo'yib o'tidig'ini ham Allah. Ya'ni sen melim deysa, eng oxirida hammani qo'yib va ilayhi turja'un. Allah tarafida qaytsizlar, shu vaqtda haslab ajralsa bizning ma'naviyatimizda bo'layotgan bir qism ojizliklarga nisbatan to'liqlantiryapti oyatning oxirisida. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo bizni urushqa, jihadga va urush yo'lida ixtisos sarf qilish, bu yo'lda na canının kitib qalishidan qo'rqmaslik, chunki jonni bag'uvchi zot jonga shunday bir taqdir yozganki, u taqdirdan qil uyan, qil buyon bo'lmaydi yoki ilgari keyin olmaydi. Va Alloh butun rizqlar Allohning ilkida bo'lib, yaqbid va yabsut bo'lib, birdig'ini Allah, tutib oladigan Allah o'g'achqa, sen qanchalik pulni sarf qil, pul mol sarf qil, sening ojizlashib qoladigan ahvol bo'lmaydi. Namrat olib qoladigan ahvol olmaydi, kambag'al olib qoladigan ahvol olmaydi. Chunki birdig'ini Allah, navbatdagi mol, mulkni bergani Allah va buni sen bu yo'lga sarf qilgandan keyin birdig'ini ham Allah. Buningdan sen xotirjam bo'l. Jiningdan xotirjam bo'l, melingdan xotirjam bo'l. Bu yo'lga dadil qadam ol deb bizga bu buyruqlarni berib qo'ygandan keyin, yani biz davomliq Sura Baqarada o'qib kelayotgan bir o'rnak bir millat var, Banu İsrail. Bularning salbiy taraflari bizda tepilib qoladi. Anikin bularning ushurgan oqibat jazolari bizga deyilyapti, bayon qilinyapti. Nimishqa bizda tepilayotgan shu salbiyatlardan bizning neri qetishimiz uchun, bularda yuz bergan shu ishlardan ibrat elishimiz uchun Alloh bizga davomli Banu İsrailga selishtirgan shaklda bizga bayon qilyapti. Davomida turmushaydi yana ikinci ayetimizde 246. ayette Alam tara ilal mela'i min bani İsrail min ba'd Musa iz qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qital alla tuqatilu qalu وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Bilmedinmi, qaramadinmi? Banu İsrailninki bir çoğ katta başları, şu cemiyetinin rehberleri, şu cemiyetteki gap sözü ütüdüğün kişiler deydi, bir top kişiler, Musa Aleyhisselam'dan keyin öz vaqtidagi payg'ambarga shuna dediki, bizga bir podshohdan bir nima belgilab bersan, biz Alloh yo'lida urush qilsak deydi. Ular urushni talab qilyapti. Ondan keyin bular ush payg'ambar dediki, halasaytum in kutiba alaykumul qital alla tuqatilu. Urush farz qilinib qolsa, urushmay qilib qolasizlarmi? Ya'ni hozir ham urushimizda sizlar sakragan bilan urush rasmiy farz qilinib, amsi jihad farz qilingan vaqtda chekinib olasizmi keyininglarga desa, bular deydi ki, qalu va ma lana. Nimish urush qilmaymiz Alloh yo'lida? Biz yurtimizdan chiqarilgan bo'lsak, bolalarimizni ajratib ketgan bo'lsak, mashta talab qildi. Falamma kutiba alayhimul qital tawallaw. Urush farz qilingan vaqtda bular hammasi keyiniga chekindi, illa qalilan minhum. Faqat ozgina bir qismi qolib qoldi. Vallohu alimun biz-zolimin. Alloh zolimlarni eng obdan biladi. Hamda Allah subhanahu wa ta'ala yana burunqi oyatlarga xitob qilyapti. O'tgan Banu İsrailga bizni qanday qilyapti? Ishorat qilib, ularni ko'rsatyapti. Ko'mdi. Gerçi biz ko'zimiz bilan ko'rmasakmi, ammo Alloh bizga xabar bergan bo'lg'achqa bu aynan oldimizda bo'layotgandek bir manzara shaklda tushunishimiz to'g'ri bo'ldi. Banu İsraildagi bu adamlarga qaramadanlarmi deydi. Oyatda al-mala da bir ifoda bor. Alam tara ilal mala. Mala'ni bayatdan tarjima qilgan vaqtda shu kishilarning bir to'pi, shu jamoatning, shu jamiyatning beshi deb tarjima qildi. Asli mala lug'at ma'noda bir qochining to'shab ketgani, bo'sh o'rin qo'ymay to'shib ketgani mala bo'ladi. Ya'ni ma'lum millatda yoki ma'lum bir jamoat, ma'lum bir to'pluq jamiyatda,
Cemiyetning umumi sahalarining hammini egallab, şu cemiyetning ishlariga yetakchilik qiladigan kishilarni biz malak deymiz. Yani buni shu vaqtdagi kishilarning cho'ngi deb tushunsak bo'ladi. Yani o'zaro jamoatning masalalarini, millatning masalalarini maslahat qiladigan, qaror beradigan, bekitadigan kishilar Musadan keyin şu Banu İsrailning ichidagi cho'ng kattavashlarning nima deganligiga qaramadingmi? Mesela Musa Aleyhisselam'daki nurgun peygamberler ötken Yuşa, İzqil, Şemvel degandek, yani qaysi birisi olsun, bu yerdeki kim buluşu muhim emas, mesele oturup kuyulayotgan bir muhim nokta, maksat, yani bu maksat emas, kimning davrida bo'lsa muhim. Herhalde Musa Aleyhisselam'dan keyin bo'lganligini. Bular şu vaqtida şu o'zining payg'ambaridan, o'z vaqtida ularga yetakchilik qilayotgan payg'ambaridan shuni so'radiki, bizga bir podshohni bir bekitib bersan, Alloh yo'lida urush qilsak dedi. Ama müşahidin yani biz her mezmundan bir mezmun yapmayla. Bularning bizga bir padişah bekitib bersan, qo'mondan bekitib bersan, biz Alloh yo'lida urush qilsak degan gapdan nima uchun olaymiz desa, shu vaqtda payg'ambarlik ishlarga nazoratchilik qiladi yuqorida. Yetakchilik qiladi, bevosita ijro qilmaydi. İcrani kim qiladi? İcrani rehber padişahlar qiladi şu vaqtda. Nima ish qiladi? Çünkü bevosita ijroga tushgan kishilar boshqalarning yomon kurishiga duchor bo'lib qoladi. Chunki ijro qilgan vaqtda hamma odamning ko'nglidagidek ish qilinmaydi. Lekin ijro qilayotgan har ishda muvaffaqiyatli g'alaba bilan chiqilmaydi axirga. Bu nuqtadan mag'lubiyatchi, yengildi, mag'lub bo'ldi degandek bir sifatlarni qilish ehtimoli bor. Bu nuqtadan shunga payg'ambarlik o'z vaqtida oliy maqom bo'lib, onundan tuvan yana bir maqom shakllantiriladi. Bu podshoh maqomi yoki rahbar qo'mondan maqomi bo'ladi. Payg'ambarlik maqomi masalalarni o'tirg'i qo'yib, ishlarga yetakchilik qiladi, nazoratchilik qiladi, ijro qiladigani podshohlik maqom bo'ladi. Maqom bo'ladi. Manda shakllantirdi o'z vaqtida. Shunlashqa avla payg'ambardan biz sizlar bilan urush qilib demay, bizga qo'mondan podshohdan birini bekitib biz shular bilan qana qilaylik, urush qilaylik deb ma shaklda qana qiladi, talab qilyotdi. Endi bular urush qilishga ko'rsatgan bahonasi sababi biz yurtimizdan qo'g'lab chiqarildik. Ballarımızdan qanaq ketdik, ajrab ketdik dedi. Yani şunda şu bahanesi olsun, yurtdan qo'g'lab chiqarilishni hamma bilan bilamiz buni, tetyapmiz buni azobini. Ballarımızdan mı ayrılıp chiqarildik degani bizning bunu ham biz tushunaylik. Yani ata-analarımız bilan, ballarımız bilan mushu bugünkidek shu aloqa eng taraqqiy qilgan bir davrdimi bir eg'iz qanaq ahvoling qanday turibsa degandek bir ahvolni so'ramaydigan bir holatda biz buni bilamiz. Banu İsrail shu vaqtda shu darajaga yetganini. Yani balları düşmanning qo'lida asir qolgan, düşman rayonida qolgan, o'zi ayrilib ketgan, ballarning aloqasi yo'q, yurtga qaytamayotgan yurtsiz bir holatda. Endi mushuni Allah'ның yo'lidagi jihad deb qator qildi oyatda. Bunun ko'rsatgan shu yurtimizdan ayrilib chiqdik, haydaldik, ballarımızdan ayrılıp qaldik. Biz Allah yo'lida urush qildik deganni oyat Qur'on nima dedi? Allah yo'lida urush dedi. Buni shunga hisob qildi. Shunda turib payg'ambar bularga nima dedi? Bularni bir chingitish uchun hal asaytum in kutiba alaykumul qital alla tuqatilu. Endi farz qolgan vaqtda kendinizi çekinip verip yeni olasılımı? Yani Peygamberin demek çoğunu ensirişim şu. Allah Teala'dan tilep, sizle bir uruş kanda olsa, periz olsa, Allah perizlik boğanmı ki, sizle şakkıda boşanlık kılıp, boşanlık kendine çekinip olasılımı. Yani bunda bir nokta, bir diş doğuşturdu. Dünya milletlerine qarsak, bazı milletler tarixte qulup bakmagan, mahkum bulup bakmagan. Bazı milletler tarixte yurtidan boshqa yoqqa haydilib bakmagan. Nurg'un milletlarga qulup bakkan, nurg'un milletlarga yurtidan haydilib chiqilayotgan. Yani öz yurtidan haydilib, boshqalarning aslında mahkum bo'lgan milletning cho'qim tarixda o'tkazgan bir xatoligi bor. Bir bo'shanligi bor.
boshqalarga mahkum bo'lib tushishga sabab bo'lgan betaraf buni kim o'tkazsin shu millatga mansub bo'lish. Buni hech kim men qilmagandim o'qib ekan, biz qilmagandik, ajdodlarimiz qilib ekan, o'tganlar qilib ekan, 100 yil ilgari qilib ekan deb buni qutlanmaydi. Kim qilsin shu millatga oid bu ish. Şu millet şu xatolikni o'tkazmagan bo'lsa, şu bo'shonlikni qilmagan bo'lsa, şu chechilang'i bo'lmagan bo'lsa, bugünkidek mahkum bo'lmaydi, bugünkidek yurtni qo'llab chiqarmaydi. Endi bugünkidek toza xafilik, mushaqqat, musibat eng chuqurga chiqib, hatto o'zining ota-onasi bolalar bilan urug' tuqqanlar vay deyishamaydigan bir holat kelib qolgan vaqtda, shuning ochiqida Şunun zarbasida voy biz degan urush qilamiz, biz degan jihad qilamiz, voy biz degan andoq, biz degan mundoq deb sakragan bilan, ya'ni ularningki asli qurilmasi, ruhiy dunyosi, ma'naviyati agar shuningda hozirlanmagan bo'lsa, xuddi burun qanday masala chiqqan bo'lsa, bundan ham shunday masala chiqadi. Burun qanday mag'lubiyat tufaylidan, burun qanday xatolik tufaylidan mahkum bo'lgan bo'lsa, ishg'ol bo'lgan bo'lsa, yurtdan haydab chiqarilgan bo'lsa va bundan keyin shu xatolikning ayni o'tab qolishi mumkin. Shomayda payg'ambar da'vat qildiki, ashta bo'lib qoladi. Bular yana takror o'ziningki eng yuqoriga chiqqanligida sabrisining toshqanligini deb va ma lana alla nuqatilu fi sabilillah faqat ukhrujna min diyarina va abnaina. Nimish urushga muqdakmiz? Bizning bolalarimizni bizdan ayirgan bo'lsa, yurtlarimizdan bizga qana qilgan bo'lsa, haydab chiqargan bo'lsa bizni mana da'vat. Endi mushu o'rinda mushunni ham fi sabilillah deb e'tibor qildi. Fi sabilillah. Ya'ni bu yerdan shuni tushunamizki, biz nim deyli oxiratda Alloh tarafiga sig'inib, Alloh yo'li deydigan bir hukmni qilib akamsak yangilanmaydi. Bu ishdan qutulolmaydi. Aslida jihad ruhi, Alloh yo'lida kurash qilish ruhi, Alloh yo'lida hammani atash ruhi bugungi qiyinchiliklarga duch kelishdan ilgari bo'lishi kerak. Bugun shuncha qiyinchiliklar bashimizga kelib, yurtlarimizdan haydilib, bolalarimizdan, ota-onalarimizdan ayrilib, qarindoshlarimizdan endi Alloh yo'lida deb meydimizga kirib o'tirib chiqdi. Aslida shu Alloh yo'lida degan mush ideya yurtimizdan qo'g'lanmasda, ota-onamizdan, urug'-tuqqanlarimizdan ayrilmasda, mol mulklarimiz qo'limizda bor vaqtda turmushimiz boyashat vaqtda kelish kerak edi. Shu vaqtda kelgan bo'lsa, biz vatanimizda mahkum bo'lmaydik, ishg'ol bo'lmaydik, vatanimizda yashaydik, vatanimizni qo'g'lanmaydik. Bugun kungidek xafalık bizni ustimizga qanday qilmaydi tushunmaydi. Bu yerda shu hukm bizga ozroq bir narsani da'vat etdi. Shu bir narsani tushuntiryapti bizga shu hukmlar. Ya'ni Alloh yo'lida jihad qilish ruhi avvalan oxiran bo'lish kerak. Bir odamning o'z yurtida farovon yashayotgan vaqtidami bo'lish kerak, bugünkidek vaqtdan bo'lish kerak. Ana shunda vaqti bo'lgani buning eng rostavono ifodasi. Bugünkidek bo'lgani vaziyat qistab akab qo'ydi. Ya'ni agar saxta bo'lib qolsa, haqiqiy bo'lmay qolib qolsa, ya'ni o'xshash. Burun asli biz mustaqil bir odamlardik. Egelikimiz o'zimizning qo'lidagi odamlardik, vatanimizdagi bir insonlardik. Qanday qilib ishg'ol bo'lgan bo'lsa, qanday qilib mahkum bo'lgan bo'lsa, qanday qilib yurtimizni qo'g'langan bo'lsa, qanday qilib qardoshimizdan ayrilgan bo'lsa, bugun ayni natijaga erishimiz. Agar bizning irodamiz, niyatimiz tovlanmagan vaqtda, irodamiz haqiqiy sog'lom bo'lmagan vaqtda, rasul bo'lmagan vaqtda. Falamma kutiba alayhimul qital tawallaw. Allah bularga asli farz qilmadi. Bular o'zi talab qildi. Shuning bilan kutiba farz qilindi bularga. O sordu, talep kıldı. Bunun talebiga binaen Allah bunu farz kıldı. Farz kıldığı vaxtda bular kendine çekinip kaçtı. Kendine çekindi bular. Peygamber asli bunun ahvalatı olsa şak kılgan, rast bunun. Peygamber'in kılgan şeki rastı. Çünkü bunun içki kurulması, içki dünyası, bunun akide göz kıraş fikri tekpişip yetilmegen. Buluvatkan musibet, buluvatkan xapılıqның açıqı tasıraq sekrep çıqqan bilen
haqiqiy pishib ketilmagan insonlar deb. Bu payg'ambarninki bular to'g'risida agar farz qilinib qolsa urushmay qolib qolasizmi degan shekil rost chiqdi. To'g'ri, hukm umumiy shaklda chiqmadi, hammasi qochmadi. İlla qalilan minhum. Lekin bak oz qilib qolgan. Haqiqiy maydonda sabit qilib qolgan. Haqiqatan oz. Biz Uyg'ur musulmonlar bo'lib sifatimizdan ahvolimizning ayni masala. Banu İsrailning masalalari Qur'onda nima uchun bu shaklda bizga bayon qilinadi? Chunki bizdagi masala ayni masala. Yurtimizda xotirjam vaqtimizda qo'l ilikimizda para yashog'idek bir turmushimiz bor vaqtida, qarindoshlarimiz qishimizdagi vaqtida biz Alloh yo'lida jihad qilishni o'ylamadik. Uningga haqiqiy bir azm, iroda shakllantirmadik. Endi bugun xapliqlar kelib bizni qistab akagan vaqtda mushu qistilish tufaylidan o'tirib chiqib qizroq ovozimiz ingrab chiqaryapmiz. Agar bugungi kelgan bu nuqta rostli nuqta bo'lib qolsa, bizga qalbi va yolg'on nuqta bo'lib qolsa, biz ayni natijaga burun qanday natijaga erishgan bo'lsak, bundan keyin shu natijaga erishamiz. Amaliyotda haqiqiy iroda tiklangan vaqtida dushmanning soni masala emas, musulmonlarning soni masala emas, dushmanlarningki tayyorliqi hammasi emas, musulmonlarning qo'lidagi ojiz tayyorlik hammasi emas. Chunki musulmonlar qanchalik azob ketsa bo'lsin, bularda ilohiy bir manba va vujudida. Ilohiy bir qo'zg'atquch kuch bor. Mayli sonimiz azob ketsin, tayyorligimiz azob ketsin. Dushmanlar qancha ko'p bo'lib ketsin, tayyorliqi qancha ilg'or bo'lib ketsin, bular ilohiy manbadan, ilohiy kuch quvvatdan xoli bular. Qur'oni Karimning Sura Baqaraning 249-oyatida Kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Nurg'un az kishilar ko'p kishilarni g'alaba qildi Allohning o'zining da'vatidir. Bu oyat, buni da'vat qilgan Alloh, buni inkor qilolmaymiz. Islom tarixiga qarab baxsak, mayli Malazgirt urush yoki boshqa urushlar bo'lsin, yoki cho'ng buyuk shaharlarning fathi bo'lsin, hammasida Allah mu'minlarning vujudidagi iymonning kuchini ko'rsatib qo'yish uchun az tayyorlik bilan ko'p tayyorlikning ustidan g'alaba qilgan g'alabalarni ko'rib olamiz. Tarix qarab baxsaqlar bo'ladi. Bu bir oyat va o'tmishimizda o'tgan bir tarix va oyatlarning tarixini shunday qarab baxsaq, masala oydinlashadiki, masala bizda ilohiy kuch-quvvatning bo'lishi, iymoniy mustahkamlikning bo'lishi eng muhim nuqta. Shu g'alaba. To'g'ri, ma'lum darajada tayyorlik qilish kerak, ammo mutlaq songa, mutlaq qurol yaroqqa, tayyorlikqa munosabat. G'alaba shu millatning ruhidagi, shu jamoatning ruhidagi sifatlikqa, tankinlikka, rostchilikqa munosabatli. Shunga ma oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga Banu Isroildagi saxta ideyani o'tirib chiqarib o'tdi. Agar bizda shunday ideya shakllanib qolsa, og'zimizda hadaydigan, udaydigan, sakraydigan vaqt kelib qolsa, keynimizga vaqt qolib qolsa, bizning erishadigan natijamiz ayni shu natija. Oyatning oxirisida noiti aniq dedi: "Falamma kutiba alayhimul qital", urush farz qilingan vaqtida, "Tawallu illa qalilan minhum." Azg'inisidan boshqalarning hammasi keyniga qanot. Chunki agar bular keyniga qochmoqdek irodaga sahib bo'lsa edi, haqiqiy iymonga sahib bo'lsa edi, jihad qilgudek bir ruhga sahib bo'lsa edi, yurtidan ayrilmaydi, bolalardan ayrilmaydi. Aynı şekilde bizim şu. Biz bugün dava qilayotgan iymonimiz agar rasul iymon bo'lgan bo'lsa, dava qilayotgan irodamiz rost haqiqiy mustahkam iroda bo'lgan bo'lsa, biz vatanda mahkum bo'lmaydik, biz vatandan qo'g'ilib chiqmaydik, biz vatandan ayrilib qolmaydik. Aksicha bizning vatanimizga dushman ko'z qirini musallamlaydi. O'tmishda o'tkazdik shu jinoyatni, irodasizlik, davoda rasul olmaslikni o'tkazdik. Bugungi kunda ayni ahvolni o'tkazyapmiz. Agar bu ahvolimiz o'zgarmasa, bu o'zimizning qilgan zulm bo'ladi. O'zimiz qilgan zulm bo'ladi. Biz sakrab, voy da'vo qilib, voy yig'lab, ovozimizni yuqori ko'tarib, o'zimizga zulm qilishdan boshqa narsa emas. Chunki masalani hal qilishning chorasi u emas. Masalani hal qilishning chorasi har odam haqiqiy irodaga kelish, haqiqiy mustahkam maydonga tushish, haqiqiy iymonni shakllantirish, rostchil bo'lish buningda. Rostchil, ig'izdagi da'vo emas,
qalbdagi rastchil ideya bilan bo'lish. Unda olmagan holatda bizning qilganimizning hammasi o'zimizga zulm. Vallohu alimun biz-zolimin. Chunki unda odam o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi, o'zining oilasiga zulm qilgan bo'ladi, o'z jamiyatiga zulm qilgan bo'ladi, o'z davosiga zulm qilgan bo'ladi. Chunki u saxtipazlik qilyapti u. Bunda zulmni Alloh eng obdan bilib turadi. Bunda zulmning oxirgi natijasi mag'lubdan boshqa narsa emas. Sonra bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Darsimizning mazmunining davomi inshaalloh 247-oyatda kelasi soatlik darsimizda davom qilamiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.